Ho, ko'zni yaltiratib erga tegasizmi? Balam, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Bozordan bitta ochko olsam, bittasi tiniq ko'rsa, bittasi xiyra qilib ko'rsatadi. Ko'zim mazasi yo'q. Bir yaxshiroq doktorga bo'lay desam, bilmayman. Ahay, o'yjon, hozir shu ham muammomi? Zo'r bitta doktorni bilaman, etaymi shappagina. Baraka top etpacham o'sharamani. Ho, ko'zni yaltiratib erga tegasizmi? Tur joyingdan. Senga nima ko'zi yaltiragan ersiraydimi? O'yjon, hazillashdim. O'zingga qarab gapir, o'g'lim kesin. So'zlayman O'yjon, sana. hazillashdim. Keyin ko'z doktorga ketaman, o'zim Tez tez ber, men narsalarimni taxlab beraman. Tez Qay tez. o'yjon, cho'ydan oling. Ko'rish bilan bog'liq muammolar sizni bezovta qilyaptimi? Unda ushbu video aynan siz uchun. Navoiy viloyatidan kelib G'ijduvon tumanida faoliyat yuritayotgan oliy toifali okulistlar Osiyo ko'z klinikasi haqida ma'lumot beramiz. klinikada zamonaviy diagnostika asosida ko'z kasalliklari aniq va tezkor tekshiriladi. Eng zamonaviy lazer texnologiyalari yordamida jarrohlik amaliyotlari yuqori aniqlikda amalga oshiriladi. Bo'ldi. Kamolova Safiya xola 1948-yil tug'ilganlar. Bir hafta oldin chap ko'zlarini operatsiya qildik. Hozirgi vaqtda sog'lom hayotga qaytdilar. Yerim ketib kelar edi. Pastki mijalarim ichkari kirar edi. Hozir ancha yaxshiman. Ancha emas, yaxshiman hozir. Osiyo ko'z klinikasi oliy toifali mutaxassislar zamonaviy diagnostika, lazer jarrohligi. Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling. Ko'zlaringiz salomatligini professionallarga ishoning. Manzil: Dehqon bozordan Ipodrom bozorga ketishda pijama shopning yonginasida Dadaxon stomatologining pastki qismida.